23-oktyabr uchun dollar kursi ko'tarilishi kutilmoqda. O'zbekistonda 2025-yil 23-oktyabr kuni amal qiladigan dollar kursi 90-91 so'm atrofida oshishi prognoz qilinmoqda, deb yozmoqda Bankir kanali. Banklar orasida dollarni sotish bo'yicha eng yaxshi kurslar quyidagicha. Poytaxt bank 11.970 so'm. Trust bank 11.960 so'm. Agrobank 11.960 so'm. NBU 11.960 so'm. Dollarni sotib olish bo'yicha eng yaxshi kurslar: Hayot bank 12.020 so'm. Xalq banki 12.020 so'm. Dabr bank 12.020 so'm. Aloqa bank 12.030 so'm.